Xitoy xalqaro jamiyatni aldash tashviqotini kuchaytirish bilan birga Sharq Turkiston xalqini izchil turda majburiy emgakka selayotgan bo'lib, ijtimoiy uchur vositalarida tarqalayotgan silla Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qattiq so'g'uqda qiyriyash demasdan majburiy emgakka selayotganligini pash qilmoqda. Lager shoidi Zumrat xonim hambakirlangan bir qancha senda Sharq Turkistondagi Xitoy rejimining 67 yoshga kirgan Uyg'ur buvaynimi qattiq so'g'uqda majburiy emgak selayotganligi ko'rsatilgan bo'lib, ular yezilik hukumat doiralarining nazorati bilan majburiy emgakka selangan. Bu ahvollar Uyg'urlarning qish mezgilidimi majburiy emgak vositasi bilan kontrol qilinayotganligini isbotlab bermoqda. Yana bir sindimi yashanganlarning atalmish yezikentdagi yo'l va g'o'yla aramlarni ratlash nomida izchil turda majburiy emgak selanayotganligi har kuni kechligi turli yig'inlarga majburiy qatnashayotganligi ko'rsatilgan. Sharq Turkiston O'limalar birligi raisi doktor Olimjon Bug'da, birlikning sobiq raisi doktor Ataulloh Shahyar, birlik a'zosi ustoz Abdurahmon Jamol Qashqari va Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi tashqi ishlar bo'limining Arab islom allari aloqa munosabati mas'uli, Arab-Xitoy munosabati tadqiqotchisi Muhammad Amin Uyg'ur qatorliqlar Dunyo musulmonlar olimi birligining Qatarda o'tkazilgan yig'iniga taklif bilan ishtirok qildi. Yig'in 6 yanvar boshlangan bo'lib, dunyoning har qaysi davlatlaridagi birlik a'zolari o'xshash maqsadda dunyo musulmonlari uchun xizmat qilayotgan tashkilot raislari, mashhur olimlar va siyosiylar bo'lib, 600 ga yaqin shaxs taklif qilingan bo'lib, yig'in 11 yanvargacha davomlashadi ekan. Turkiya parlamentidagi 3-cho'ng partiya bo'lgan Millatchi harakat partiyasining muavin raisi va parlament a'zosi Yashar Yildirim apandi 600 nafar parlament a'zosi qatnashgan umumiy yig'inda so'z qilib, musulmonlarning masalasining faqatla Falastin masalasi emasligini, Uyg'urlarga ko'ngil bo'lish kerakligini, Uyg'urlarning oxiri bir kun cho'qim mustaqillikka erishadiganligini ta'kidladi. Yashar Yildirim apandi mundaq dedi: Ummatning masalasi faqatla G'azzadimi? Zulmga uchrayotgan musulmonlar faqatla G'azzadimi? Undaq emas. Bizning sharq tarafimizdami bor. 5000 kilometr uzoqlikda Sharq Turkiston bor. Uyg'urlar bor. Yashar Yildirim apandi Uyg'urlarning cho'qim erkinlikka erishadiganligini ta'kidlab mundaq dedi: Uyg'urlarni, Sharq Turkistonliklarni, ummatning eng bechoralarini biz unutmadik. Biz ularni unutmaymiz va unutmaymiz. Unutsak Allah bizni jazolasin. Ular bizning qarindishimiz, irqdishimiz va musulmonlarning eng bechorasidir. Xudo xolisa Sovet ittifoqi qandoq tarqalib, asr turkiy xalqlar mustaqil bo'lgan bo'lsa, kelgusida Uyg'urlarmi Xitoy zulmidan qutulib, erkinlikka erishadi. Allah xolisa bu cho'qim amalga oshadi. Atalmish bir balvoq bir yo'l savdo plani doirasida Xitoy hukumati strategik muhim Sharq Turkistondan nurg'un Osiyo, temir yo'l va tashil yasash orqali har xil tabiiy boyliqlarni bulang-talang qilmoqda. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak sababidan nurg'un davlatlarning jazosiga duch kelgan bo'lsa-mu, 2023-yili Sharq Turkistondan Yevropa davlatlariga eksport sonliq ma'lumotlari rekord yaratgan. 2023-yili Sharq Turkistondan Yevropa davlatlariga eksport sonliq ma'lumotlari rekord yaratgan. Xitoy matbuotlaridagi uchurlarga qaraganda 2023-yili Xitoyning G'arb va Yevropaga to'shadigan birdan-bir darvozasi bo'lgan. 2023-yili Xitoyning G'arb va Yevropaga tutishadigan birdan-bir darvozasi bo'lgan Sharq Turkistonning Qo'rg'os chegara eg'izidan o'tadigan Xitoy-Yevropa yuk poyezdi soni bulturqa o'xshash mezgildagiga selishtirganda 9,8% eshib 7762 ga yetgan. Egilinishcha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti sobiq Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosining 2022-yili Xitoy bilan bo'lgan igilik huquq talash tortishi bo'lgan Tayvan ziyorati sababidan buzilib qolgan Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi harbiy suhbat qaytadan boshlangan. İki davlatning davlat mudofaa ministrlarining bayonotiga qaraganda 8-oydan 9-oygacha Washingtonda 17-navbatlik
Xitoy-Amerika mudofaa siyosatini davomlashtirish suhbati o'tkazilgan. Yig'in jarayonida Amerika vakillar o'mikiga Xitoy, Tayvan va Mongoliyaga munosabatli masalalarga mas'ul muavin davlat mudofaa ministri Michael Jays riyosatchilik qilgan. Xitoy vakillar o'mikiga Markaziy harbiy komiteti Xalqaro harbiy hamkorlik bo'limining muavin mudiri general-mayor Sonjan Chao riyosatchilik qilgan. Amerikaning Nyu-York shahridagi bir Yahudi ibodatxonasining ostida qonunsiz yasalgan tonillarning borligi bayqalgan. Saqchilar bu yana taqidi va qarshilik ko'rsatgan nurg'un kishilarni qo'lga oldi. Ma'lum bo'lishicha, bu jarayonda saqchilarga qarshilik ko'rsatgan va toneldan qochishga uringan kishilar, jumladan ibodatxonada o'qiyotgan o'quvchilarga qo'lga olingan. Ijtimoiy taratqularda tarqalgan rasmlarda qezvilingan bir qism bo'laklardagi maynat va ko'ni bolalar kartonlari kishilarning diqqatini qo'zg'adi.